O'zbek futbolining erta so'ngan yulduzlari. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbek futboli bir necha iste'dodlarni katta sahnaga olib chiqdi. Ammo shunday futbolchilar bo'ldiki, tezda mashhurlikka erishdi. Hattoki O'zbekiston milliy terma jamoasi safida ham bir nechta o'yinlarni o'tkazishga muvaffaq bo'lib, so'ngra yana bir qancha sabablar bilan futbol olamida izsiz g'oyib bo'ldi. Mana shunday mashhurlikka erishib, keyin birdaniga yo'qolib qolgan o'zbekistonlik futbolchilar haqida to'xtalib o'tamiz. Doston Ibrohimov 1997-yilda Navoiy viloyatida tug'ilgan. Doston Ibrohimov futbolchilik faoliyatida Paxtakor va Buxoro safidagi o'yinlari bilan ommaga tanildi. Sherlar safida 2017-yildan 2020-yilga qadar 17 ta o'yinida maydonga tushib, bitta gol urdi. U 19, u 23 terma jamoalaridagi mazmunli o'yinlari sabab 2019-yilda O'zbekiston milliy terma jamoasiga chaqirilgan. U terma jamoadagi ilk o'yinini 2019-yilning 2-iyun kuni Turkiyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida o'tkazgan. Ibrohimov o'ng qanot vengeri pozitsiyasida o'ynagan va o'sha vaqtlar o'z pozitsiyasida O'zbekistondagi eng iqtidorli futbolchilardan biri edi. Keyinchalik u Qizilqum, G'ijduvon klublarida to'p tepdi. Shundan keyin uning faoliyatida keskin pastlash kuzatildi va futbol ommasining nazaridan chetga qoldi. Ayni vaqtga kelib Ibrohimov Kattaqo'rg'on klubida faoliyatini davom ettirmoqda. 2018-yilga qorli final qahramoni Andrey Sidorov yodingizdami? U ham biz boshlagan mavzuda doir futbolchilardan. Sidorov U23 terma jamoasi safida Xitoyda o'tgan Osiyo Kubogi finalida 120 daqiqada Vyetnam darvozasini ishg'ol qilib, terma jamoaga g'alaba taqdim etdi. Shundan keyin uning faoliyati yanada yuksak darajaga ko'tariladi deyilgandi. Ammo bunday bo'lmadi. O'sha goldan keyin u bir muddat Qizilqumda to'p tepdi. Faoliyati davomida Paxtakor, Qizilqum, Qo'qon, 1912, Buxoro, Xo'jand, Dinamo, Aris kabi klublar sharafini himoya qildi. Ayni damda kelib u Qirg'izistonning Oshmo Aldier klubida to'p tepmoqda. Doston Tursunov 2018-yilda Osiyo Kubogi qahramonlaridan biri himoyachi Doston Tursunov o'sha turnirdan keyin milliy terma jamoaga ham jalb etildi va 7 ta o'yinda maydonga tushib, bitta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Tursunov futbolchilik faoliyati davomida Paxtakor, Neftchi, Qo'qon, 1912, Metallurg, Renofa, Amaguchi, Pusan, Chongqing, Lianjikan kabi klublarda to'p tepgan. 2023-24 yilligi mavsumni Eronning Istiqlol Xuziston klubida o'tkazgan futbolchi Samvel Babayanning Paxtakordagi topilmasi Javohir Sohibov sherlar safidagi o'yinlari bilan keng futbol ommasiga tanilgan. Shuningdek, u O'zbekiston milliy terma jamoasi safida ham 14 ta o'yinda maydonga tushib, u milliy terma jamoadagi debyutini 2015-yilning 3-sentyabrdagi Yamanga qarshi uchrashuvda o'tkazgan. Sohibov Paxtakor, Metallurg, Sog'diyon, Lokomotiv, Turon, Surxon oliy klublarida faoliyat olib borgan. Ayni vaqtga kelib u Qirg'izistonning O'zgan klubida to'p tepmoqda. 2010-2020-yillarda oralig'ida Toshkentning Paxtakor klubida faoliyat olib borgan. Kozak ayni vaqtda kelib Toshkentning Lokomotivida to'p tepmoqda. U o'z vaqtida sherlarning asosiy futbolchilaridan biri bo'lgan. O'zbekiston milliy terma jamoasi safida ham jalb etilgan. Asosan chap qanot himoyachisi safida o'ynagan Kozak orada Samarqandning Dinamo klubida ham faoliyat olib bordi. Ayni vaqtga kelib temir yo'lchilar bilan shartnoma imzolab mavsumni ushbu klub safida boshlaydigan bo'ldi. Sanjar Qodirqulov Bunyodkor akademiyasining portlab chiqqan Qodirqulov klub safidagi mazmunli o'yinlari sabab omma e'tiboriga tushdi. O'zbekistonning bir nechta yosh toifalaridagi terma jamoalarida to'p tepgan futbolchi 2019-yilning 10-oktyabrda milliy terma jamoa safida debyutini o'tkazdi.
Qodirqulov O'zbekiston terma jamoasi tarkibida 14 ta o'yinda maydonga tushib, bitta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Qodirqulov futbolchilik faoliyati davomida Bunyodkor, Metallurg, Lokomotiv, Neftchi klublarida to'p tepgan. 27 yoshli futbolchi 2025-yilgi mavsumni Samarqandning Dinamosida boshlaydigan bo'ldi. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.